Birodarlarim, akalarim, siz ayolingizni qanchadan qancha qiynab kelib, 4 ta qiz tug'ding, 5 ta qiz tug'ding deb, ularni ko'ngliga tegib, ularni judayam ko'pdan ko'p xafa qilib, bunisi yetmagandek, uyingizda onangiz ularni xafa qilib, konsekonsov hammasi aybni kelinni bo'yniga qo'ygan akalarim, siz bilib qo'ying, bu yerda hech kimni aybi yo'q. Yetim bola kelinni aybi yo'q. Chunki kelin faqatgina yer tashuvchi. Yerga nimani eksangiz, o'sha hosilini beradi. Archa eksangiz archa chiqadi, olma eksangiz olma chiqadi. Bu gapim ma'nosini tushungandirsiz. Shuning uchun ayollaringizga qiz tug'ding deb hech ham gapirmang. Nima tug'ishdan qat'iy nazar hech ham gapirmang. Chunki u sizni hosilingiz u. Bu Allohning bergani. Alloh bizga nima yaxshiligini hamisha biladi. Kelmasdan turib farzandi qanaqa bo'lishini, oyandasi kelajagini juda yaxshi biladi. Kelajakda u qanaqa bo'lishini juda yaxshi biladi. Shuning uchun sizga nima farzand berishdan qat'iy nazar, Xudoni berganiga shukr qilib, yashashga odat qiling.